30 yoshdan keyin o'ylansa nimalar bo'ladi? O'sha qiziq ham bo'lmay qoladi. Kirmaysizmi bolam? Erta-perta vaqt topib kirarman. Ha, bo'pti, mayli. Tindan erta ketamiz. Seni xotining, seni to'ying bo'ldi. Men normal ichkariga kir. Yolg'iz yashashga o'rganib qolib, u ishlarni ham o'zing qilasan. Umid aka, men borman, nimaga yuvvoz? Sen bo'lsan aytgancha. Bo'pti, yuv. Xotining seni romantika qilib kutib oladi. Sen bo'lsang, Jon qizim muzika o'chir qaraganda yoqmay qolar ekan shovqin. dunyo qarashinglar ham ikki xil. U o'yinqaroq, sen bo'lsang Bratchkani Kent Mix'dan olib bergan. Menga Kinder. Aka qizingizmi? Ha, ona qizim asal qismda olib bergandir. Bo'ldi bolam, biz ham bunaqa yoshdan o'timiz, dorimni olib kelmaza qochdi. U seni chiroyli qilgisi keladi. Sen bo'lsa o'sha amakilarni ko'ngidasan. Shu darajada qarib ketganingdan qaynatingdan mahalladagi dushevniy okalardan. O'zi qalaysan o'rtoq endi? O'rtoq emas, seni qaynatangman endi. Qaynataman kelaverarganda ya. Kelsam qizimnikka kelibman-da. Kelavermaydi